Assalamu alaykum. Aldığımız iki qatimliq dərsdə biz bu imtahan app'inki bu sualların cavablarını, anandaki resimlerini normal ko'rsatadigan ishni amalga oshirib bolduq. Bugun biz tanlangan javobni, ma'lum bir javobni bassa, shu javobning mau çember rengini başqalardan alaydirak bir rengi o'zgartib, shu tanlangan sualni farq ko'rsatadigan ishni amalga oshiramiz. Yani başlayıp gidelim. Bu yerda javoblarning ichida bir javobning tanlanganligini bildirish uchun bu javob bizning burungi loyihimizda ABCD deb bu string tiplikdi. Uni biz javobninki tanlanish holatini xotirlaydigan alayda shaklda o'zgartirishimizga to'g'ri keldi. Shunga oldi bilan biz bu ilgirki biz qurib olgan savol degan modulning ichidagi ABCD javobini o'chirib bitib, bu javob degani uchun mustaqil bir modul quramiz. Buni qurish usuli o'xshash. Data class deb buning ismini javob deb qo'yaylik. Buning ichida birisi shu javob string holati kelsin. İkinci birisi hamda javobning tanlanish holati. Tanla deb qo'yaylik buni. Tanlash holati boolean holati kelsin. Tanlangan bo'lsa true, tanlanmagan bo'lsa false holatda qiymat bersak, anda shu qiymatga asosan rangni ko'rsatsak ham bo'ladi. Endi modul quradigan ishimiz bu yerda javob deb yangi bir modulni qurib boldik. Qurib bo'lgandan keyin ilgirki endi biz bu ABCD deganni unda o'rnida ABCD deb qo'ymay, ham ilgirki ABCD deganning o'rniga biz tipi list bo'lsin. Ondan bu listning tipi javob bo'lsin. Javob degan bir modulni o'z ichiga olgan bir tizimlik bo'lsa bo'ladi u javoblar degan. Ya'ni javob deb bir mustaqil model qurdik. Ondan bu javobdan tuzilgan bir tizimlikni javoblar deb ism qo'ydik. Bu holatda endi bizning modulning yangi qurilmasi qurilib bo'lgan bo'ldi. Endi biz main activity'ni ochib, main activity'ning ichida savol degan modelni qurish jarayoni bordi. Endi bu qurish jarayonida hozir id'si it0 degan, id'si it1 degan uning suolati 4 javobning o'rnida bizlar javoblar deganini ishlatadigan bo'ldik hozir. Shunga buni o'chirib turib, biz bu javoblar degan narsani izolab oldim yerda. Javoblar. Endi bu javoblar nima bo'ldi desanglar? Javoblarning turi yoki sonliq ma'lumot tipi array list bo'ladi. Nimaning array list bo'ldi desanglar, bu array list of shu javob degan obyektniki. Javob degan obyektniki tizimlik bo'ldi bu. Javob deganni qurish uchun biz tirnoq qassak, buning ikki parametri bor. Birisi javobning mazmuni. Ya'ni bu ilgirki 2 deganni qo'ysak, bir javobning mazmuni bo'ldi, A javobning mazmuni. Ondan buning tanlangan yo tanlanmagan holatini true false orqali belgilaymiz. Desep tanlanmagan holatda chiqaramiz. Biz shuni buni false dedik. Bunda qilsak bir model qurilib bo'lgan bo'ldi bu yerda. Ya'ni biz 4 javobning birinchisini berib bo'lgan bo'ldik. Hamda o'xshash narsani 3 qatim ko'chirsak, andan keyin buning ninjasini 3 4 5 deb o'zgartirib qo'ysak, biz ham modeldan 4 ni qurib ABCD javoblar uchun. Ondan uni javoblar degan o'zgarguvchiga berib etgan bo'ldik. Endi buning ichida buning
miyada savol degandan keyin hozir yangi model bo'yicha qurilmasini bir ko'rib baksak. Savolda tirnoqni assanglar, qanday parametrlar berish kerakligi chiqadi. Qarasanglar, dastlabda ID'sini berdik ekanmiz. ID'si degani 70. Buni to int deb qandaq butun songa aylantirib aytgandik biz. Ondan keyin ikkinchisi savol degan 71 deganning o'zi savol shutdi. Ondan keyin javoblar deganni biz ustida qo'ydik. Javoblar degan parametrni mundaq beramiz. Bunun orqadan resim degan 6 degan resimni bu şekilde bersak endi. Bu modelni biz yangi izolagan şeklimiz bo'yicha bu almashtirib bo'ldik. Almashtirib bo'lgandan keyin main activity'ning ichida o'zgartiradigan yerimiz tugadi. Endi bu savol fragmentining ichiga kirsak, savol fragmentining ichida biz listni savollarning tizimligini qurish uchun bu yerda javob adapter deb bir adapter ishlatgan. Endi bu adapterning ichida son deganga 4 deb muqim berib qo'ygandik biz. Hozir endi savol degan bizning bir tal obyektimizning ichida javoblar deb bir narsa bor. Javoblarga array tipda, undan bo'lgandan keyin javoblar degandan keyin size deganni bersak sonni. Bu endi shu bizningki listning yoki tizimlikning uzunligi bilan uzunligini shu javoblarning uzunligiga asosan belgilasak bo'ldi. Bu yerda bu int 0 emas. Lekin qaytgan qimmat 0 bo'lganligi uchun xatolik chiqib oldi. Endi bu 0 bo'lib qolsa, 0 bo'lib qolgan holda bu uzunligi deganni 0 deb qo'ysak, olmaz bu savol degan qimmat yo'llanmay qilib bu 0 bo'lib qolgan taqdirda buning uzunligi 0 bo'lsa, xatolik chiqmaydi. Majburiy 0 ni shu intga o'zgartirish uchun ikki tal undash qo'ysakmi bo'ladi, lekin buning bir kamchiligi, agar savol deganga qimmat yo'llanmay qolgan ahvol bo'lib qolsa, bu appelga majburiy chekitadigan ish chiqadi. Shunga bexatar bo'lish uchun biz so'roq belgisidan keyin qo'sh chekit qo'yib, undan keyin 0 desak, agar 0 bo'lib qolsa, 0 ga o'zgarib ketadi. Shuning bilan bu bizning javoblarning tizimligining sonini belgilashimiz bu yerda oyoqlashdi. Endi get item degan narsada biz endi har bir qurush uchun javob degan itemni bilan qaytirib aslida shuni ishlasak bo'ladi. Ham javob degan itemni qanday olamiz desa, bu yerda savol deganning javoblar deb anda xosligi bor. Chunki biz javoblar deb bir obyekt javoblar deb bir obyekt izohlaganligimiz uchun uning ichida. Endi bu javoblarningki get deb shu p0 shunchaki qimmatni eppasak, bu endi navbatdagi javobning qimmati bo'ladi. Ya'ni p0 degan bu yerda qur nomeri, buni in deb o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, in degan navbatdagi qur nomeri. Unda bo'lgandan keyin qur nomeri qancha bo'lsa, 0-qur bo'lsa, bu javoblarning birinchi elementini oladi, birda ikkinchi qimmatni oladi, 3 bo'lgan chaqda 4-chi qimmatni oladi, shunday qilib 4 javobning qimmatini get item orqali ep bo'ladi bu. Endi buning tipi qarasanglar, bu yerda any deb turdi. Lekin bizning bu yerda qaytadan qimmat 0 bo'lib qolishi mumkin. Qarasanglar, type mismatch deb any ga javob keyin so'roq deb chiqib qoldi. Bu 0 bo'lgan qolsa, endi buni biz bundaq javob deb qimmati javobning qimmati quruq bo'lgan, tanlangan qimmati false bo'lgan, bundaq bir qimmatni qaytarib bersak, agar 0 bo'lib qolsa, bundaq quruq bir narsa qaytardi, bu chog'da xatolar chiqmaydigan bo'ladi. Endi get item id degan narsa bu o'zgartmaymiz, shu qur nomerining o'zini id ga qaytarib bersa bo'ladi. Endi bu yerga kelsak, bu yerda harfning tekstini shu yana abcd deb chiqadiganlik uchun uni o'zgartirib tushunmaymiz. Faqat tekstning javobi
Text cevap degan. Javobninki tekstini get item deb bu yerda p0 desak, navbatdagi qurdagi javob degan bu yerda qaytaradigan narsa. Javob tipliq bir obyekt bo'lganligi uchun bu yerda javobni qaytaradi. Javobni to'string deb qo'ysak, juda chiqadi. Shunga biz buni avval bu javob tipliq narsa bo'lganligi uchun get item p0 degan. Bu get item p0 deganni avval biz javob tipliq deb bu yerda izolab qo'yib, ana keyin bu javob tipliqninki javob degan xosligi shu tekst javobning tekstini o'z ichiga oladi. Shunga bunday qo'yib qo'ysak, tekstni to'g'ri belgilagan bo'lamiz. Hamda javobning tekstini belgilab bo'ldik. O'zgartishni kirgizib bo'ldik. Gapni ijro qilib boqaylik. To'g'ri ijro bo'lsa, bizning o'zgartishimiz muvaffaqiyatli bo'lgan bo'ladi. Hozir ijro bo'ldi. 2 keldik. 3 keldik. Demak, hamma narsa normal. Bizniki shu dastlabda line degan app bilan keyingisida ko'rinishlar o'xshash chiqdi. Endi mana tanlasak, yana tanlashda o'zgarish yo'q. Endi bu tanlashninki kodini endi yozamiz. Bu tanlashning kodini qanday yozamiz desanglar, tanlash to'g'riliq kod shu savol fragmentning ichida, ya'ni biz mana list javob degan adapter bekitib bo'lgandan keyin list javobninki xalqan bir a'zosi besilgan vaqtda nima qilish kerakligini yozib bersak bo'ldi. Set on item click listener degan narsani qo'shsak, buning ichida endi 4 parametr var. Ma adapter view degan shu listning o'zi view degani navbatda bosgan shu itemning view'ni qaytaradi. Andan keyin ma I degan nechinchi qur. Itemning nechinchi quri bo'lsa shuni qaytaradi. Andan ma L degan bu shu view'ninki ID'sini qaytaradi. Shuni biz normalda shu I degan, ya'ni navbatdagi qur nomeri degan shu parametrni ishlatamiz. Hamda bu ma'lum bir qur besilgan vaqtda nima ish qilamiz desanglar, biz ma savolninki javoblar degan obyektninki shunchunchi quri. Qur nomeri I bo'lgandan keyin shunchunchi qurining qaysi qiymatini o'zgartamiz desanglar, tanla degan qiymatni o'zgartib shu deb qo'ysak bo'ldi. Yana xatolik qarab baksak, xatolikda val deb izolanganlik uchun buning qayta qiymat belgili bo'lmaydi deydi. Biz mana modelning ayliga kirib tanla degan qarasak, bu val o'qatdi. Buning qiymatini o'zi o'zgartirganligimiz uchun var deb o'zgartirsak, yana keyin qiymat belgili bo'ldi. Bu yerda buning tanla degan bu xoslikqa biz shu deganni berdik. Bunday qilsak, ma'lum bir qurning tanlanish holatini o'zgartiramiz. Endi bir masala var. Agar biz ma'lum bir qurni tanlasak, uning orqasidan ikkinchi bir qurni bossak, u qurmo tanlanadigan ahvol chiqib qoladi ma'noda. Shunga endi buni ma'lum bir qurni tanlashdan burun avval tanlangan qurlar bo'lsa, hammaning tanlashini bekor qilib ketish uchun bu yerda savolning javoblar degan bu obyektlarni for each deb biz davriylantirib, buningki tanla degan xoslikni false qilib etsak, bu chaqda bu javoblarninki tanlanish holati dastlabda tanlanmagan holatga o'zgardi emasmi? U o'zgarib, andan keyin navbatda besilgan qurninkidan ham biz tanlangan holatga o'zgartsak, u chaqda ko'p qur tanlanib qolishining oldini oladi. Agar ko'p tanlash bo'lsa, bu ma'qurni qistirishning hojati yo'qdi. Endi bu ko'p tanlash emas, bizning taxt tanlash bo'lganligi uchun buni avval hammani false qilib yetib, andan keyin ishidagi bir tanlam shu qildik. Endi bu holatni o'zgartib bo'lgandan keyin
biz bu yerda get view deganning ichida shu holatiga asosan rangni bekitsak bo'ladi. Hamda rangni bekitishda biz color deb bir o'zgarish imzolaylik. Bu rang agar tirnoqning ichida if mau get item deb navbatda erishilgan qimmatninki o'sha tanla degan qimmati true bo'lsa shu farqli bir rangni ko'rsatsa, agar true bo'lmasa bizning burun belgilab qo'ygan rangni ko'rsatsa bo'ladi. Shunga endi ma'ni bundaq belgilasak, yana bu yerda xatolik chiqdi. Xatolikning eskirtmasiga qarasak, bu bo'lim bo'lish kerakdi. Mau null bo'lgan bo'lim bo'lib qoldi deb chiqdi endi. Bu mayli null bo'lib qolishi mumkin bu qimmat. Null bo'lib qolsa, null bo'lib qolgan sharoitda biz buni false deb olsak bo'ladi. Ya'ni tanlar deganga qimmat yo'llanmagan bo'lsa, biz uni tanlanmagan deb bir taraf qilsak bo'ladi. Shunga qimmat yo'llanmasi false deb oldi ekan. Shunga mau agar javobni tanla qimmat yo'llanmasa false qilib bo'lmasa shuni qimmatiga asosan shu qimmat rost bo'lsa nima ish qilamiz? Bu yerda rangni bizning dastlabki belgilangan rangimiz resource get color deb rangning id'sini bersak bo'ldi. Bu yerda biz app'da dastlabki belgilagan rangimiz Android R color'ninki blue ko'k rangninki dark deganda biz normal holatdagi rang qilib tanlagan to'q. Shunga bright degan sal yorug'roq rangini, ko'kning yorug'roq altini mau tanlangan holatdagi rangi qilib bekitdik. Endi buning o'zini men ko'chirib olay. Ko'chirib olib else agar tanla degan qimmat yolg'on bo'lsa, biz shu burunqi blue deganninki shu dark, ya'ni qaramtir ko'kni tanlab qo'ysak bo'ldi. Men qarasam ikki xil rang chiqdi. Ma tanlangan holati ma ko'rindi, tanlanmasi ma ko'rindi. Endi rangni izolab bo'ldik. Rangni izolab bo'lgandan keyin biz endi chamber shakllik narsaniki har bir qurning chamber shakllik narsamizningki rangini o'zgartmoqchi edik. Endi u narsaning id'sini men qarasak, card view degan shu chamberlikni chiqargan narsamiz shu yerda. Card view'ninki id'si id card view ekan. Bunda bo'lgan ekan. Biz mau bu yerda avval card view deganni qur find view by id deb buning tipi card view. Andan keyin id'si rid card view. Bu holatda card view'ni avval aniqlab oldik. Card view aniqlab olgandan keyin card view'ninki rangini buni set card background color deb o'zgartamiz. Set card background color. Ya'ni card background cardning oq ko'rinish rangini bizning shu aniqlagan rangimiz bo'yicha bekitib qo'ysak bo'ldi. Endi bu cardning rangini bekitib bo'ldik. Endi ijro qilib boqaylik. Biz bassak rangda o'zgarish bo'lmadi. O'zgarish bo'lmasligining sababi biz bu yerda javoblarning tanla degan xosligini o'zgartdik. O'zgartgandan keyin sonliq ma'lumotning o'zgarganligini biz appga uqtirib o'tishimiz kerak. Uqtirish uchun shu adapterninki notify dataset change deb bir buyruq bor. Shu buyruqni ijro qilsak bo'ldi. Endi list view'ning adapterini biz avval bir o'zgarguvchiga epiraylik. Ya'ni o'zgarguvchidan birini izolab turarliq miqdor bo'lsin bo'ldi adapterimiz o'zgartirish uchun.
adapter deganning o'zi ma'noga teng deb. Unda bu yerda adapter deganni berib bo'lgandan keyin, unda ma'lum bir qurup besilsa, biz mana bu tanlaydigan qiymatni o'zgartirib bo'lgandan keyin adapterningki notify dataset change deb bundaq bir buyruq var. Ya'ni masalliq ma'lumotning o'zgarganini uqtirib qo'ydik. Masalliq ma'lumot o'zgarganini uqtir degan buyruq bu. Buni berib etsak, ondan tanlaydiganning qiymatining o'zgarganini bilalaydi. Bilgandan keyin rang o'zgardi. Hozir ko'rib boqaylik. Şimdi A'ni tanlasak A yurdi, B'ni tanlasak B yurdi, C'ni tanlasak C yurdi. Ikkinchi savolga keldik. Bunun da o'xshash. Şunun bilan bizning bu javoblarni tanlash oltin o'zgartiradigan bu ishimiz muvaffaqiyatli tamomlangan bo'ldi. Bugungi test mushayish bo'lsin.